Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Shahrisabz davlat pedagogika instituti pedagogika fakulteti boshlang'ich ta'lim nazariya kafedrasi o'qituvchisi Raimova Dilfuza Abdunabiyeva bo'laman. Boshlang'ich ta'limda tarbiya fanidan bugun biz sizlar bilan darsimizni boshlaymiz. Mana darsimizning mavzusi bilan tanishtiraman sizni. Mavzumiz o'quvchilarda ijobiy fazilatlarni shakllantirish. Rejamiz muvaffaqiyatga erishish yo'llari. Birinchisi, ikkinchi rejamiz o'quvchilarda ijobiy fazilatlarni shakllantirish. Qani muvaffaqiyatga erishishda quyidagi hayotiy qoidalar sizga yordam beradi. Aziz talabalar, muvaffaqiyatga erishish uchun birinchi navbatda insonda tirishqoqlik bilan harakat qilish, muvaffaqiyatga erishish uchun xilma-xil g'oyalarni o'ylash, tavakkalchilik muvaffaqiyatning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Mana muvaffaqiyatning oxirgi yo'li bu oxirgi yo'l ekanligini unutmang. Askeriyatik insonlarning hayoti va karyerasi shuni ko'rsatmoqdaki, muvaffaqiyatning asosiy kaliti bu vaqtni to'g'ri taqsimlashdir. Mana biz Warren Buffett 100 minglab xodimlarga ega kompaniyalarga egalik qilgan bo'lsa-da, o'z vaqtini to'liq ishga bag'ishlamagan. Milliarderlarning so'zlariga ko'ra, u ish vaqtini 80% kitob o'qishga, fikr yuritishga sarflagan. Bunda sarflangan vaqt to'g'ri qarorlar va biznesni muvaffaqiyatli yuritish uchun zarur bo'lgan bilimlar bilan ta'minlangan. O'zining har kunini minnatdorchilik kundaligini yuritish bilan boshlaydi. Bunda u nima uchun hayotda minnatdor ekanligiga doir 5 sababni qog'ozga tushiradi. Bu esa Oprah Winfreyning so'zlari. Qaror qabul qilayotib, bunda nimalar kutilayotganini yozib borgan. Bir necha oydan keyin esa ularni amaldagi natijalari bilan taqqoslab ko'rgan Peter Drucker. Qiziqishlaringiz bo'yicha suhbatdosh toping. Qarang, mana o'zi insonda ijobiy fazilatlarni shakllantirish uchun inson o'ziga qiziqishlari bo'yicha suhbatdosh topish kerak. Qator yetuk shaxslarning tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, boshqalar bilan muloqot vaziyatiga boshqa tomondan qarash va hatto mutlaqo yangi narsalar yaratishga yordam beradi. Ilm kishilarni yomon odatlardan, razil ishlardan asraydi. Ilm bilan shug'ullanish har bir inson uchun hech qachon kech bo'lmaydi deb aytadi mana buyuk olimimiz Davori. Qarang, Aflotundan qancha vaqtgacha ta'lim olish, ilm o'rganish yaxshi deb so'radilar. U nodonlikning va johillikni ayb ekanligi qay vaqtgacha bo'lsa, ilm o'rganish shu vaqtgacha yaxshidir deb ta'rif berdi. Demak, inson ilm olishdan hech qachon to'xtamasligi kerak ekan. Insondagi shaxsdagi ijobiy fazilatlarni ro'yxatlarini sizga tanishtirib o'taman. Birinchi navbatda o'sha bu shaxsdagi ijobiy fazilatlar aniqlik, fikrning aniqligi, ravshanligi, fikr elementlari va fikrlarning o'ziga muvofiqligi va chalkashlikning yo'qligi, stressga chidamlilik, bu insonning yuqori ruhiy stressini keltirib chiqaradigan kuchli salbiy hissiy ta'sirlarga dosh bera olish qobiliyati tufayli yuqori baholangan yaxshi fazilatdir. Chunki inson stress holatda bo'lsa, hech qachon unda yaxshi fikrlar, g'oyalar paydo bo'lmaydi. Biz mana shunga diqqatli bo'lishimiz kerak. Endi mana insondagi yana bir fazilatlardan biri bu ehtiyotkorlik. Bu boshqa odamlarni tinglash qobiliyatidir. Qarang, bizda o'sha boshqa insonlarning fikrlarini tinglash qobiliyati bo'lish kerak ekan. Ularni eshitish kerak ekan, analiz sintez qilish kerak ekan so'zlarni va mana shu ehtiyotkorlik xislatlari ham insonda bo'lishi shart ekan. Endi mana rahmdillik, bu boshqalarni baxtsizligi tufayli yuzaga keladigan achinish va hamdardlik sanaladi. Endi bizda yana shunday bir chiroyli fazilat borki, hurmat insonning eng yaxshi fazilati bo'lib, u boshqalarning manfaatlarini hisobga olgan qobiliyatdir. Insonda qarang, mehnatsevarlik ham bo'lishi kerak. Mehnatsevarlik bu har qanday ishni bajarishni to'liq fidoyilik bilan harakat qilishga tayyorgarlikni belgilaydi. Chunki har bir inson
mehnatsevar bo'lishini ta'minlaydi. Endi insondagi yana bir xislat bu quvnoqlik. Bu barcha hayotiy fazilatlarda yorqin ijobiy tomonlarini topishga yordam beradigan ijobiy odamning yaxshi sifati. Endi esa mana nomus, insonning ichki axloqiy qadr-qimmati, kamtarlik bu birovning irodasiga bo'ysunishga tayyor bo'lgan mag'rur odamning yaxshi sifati hisoblanadi. Endi mana turli vaziyatlarda salbiy fazilatlar namoyon bo'ladi. Bu ham insonga xos bo'lgan fazilatlar hisoblanadi. Masalan, insondagi xursand va xafa bo'lish holatlarini kuzataylik. Xursand insonni chehrasiga qarasak, biz ham ularga qarab o'sha xursand bo'lamiz va bizda o'sha ijobiy fazilatlar namoyon bo'la boshlaydi. Insonlarning xarakterini nima belgilaydi? Olimlar uzoq vaqt davomida insonni turli xil hayotiy vaziyatlardagi xatti-harakatlarni o'rganishda ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, odamlarning xarakter xususiyatlari birinchi navbatda genetikaga, ya'ni uni o'sha genga bog'liq. Shundan keyingina tarbiyaga bog'liq bo'lar ekan. Bundan tashqari xulq-atvorning ba'zi jihatlari insonni jismoniy xususiyatlari bilan belgilanadi. Bolada xarakterning shakllanishi. Bolada xarakterni qanaqa qilib shakllantirsak bo'lar ekan? Xarakter butun hayot davomida shakllanganlik, azaldan ma'lum bo'lgan insonning jamiyatda o'zini qanday tutishi, turmush tarzi, muhitiga bog'liq. Shu bilan birga ko'p narsa ota-onaga bog'liq. Mehribonlik, ozodalik, saxovatlilik kabi fazilatlarni bolalar 5 yoshgacha shakllantirar ekan. Bola ko'pincha ota-onaning xatti-harakatlari modelini qabul qiladi. Shuning uchun kattalar bolani tarbiyalash mas'uliyati kasb ekanligini tushunishlari kerak. Bolalar yoshligidanoq inson xarakterini, qaysi xususiyatlari borligini, qaysi fazilatlarga rioya qilish va qaysilaridan qochish kerakliklarini tushunishlari kerak deb o'ylayman. Shaxsiy xususiyatlar odatda quyidagilarga bo'linadi. Bu ham o'sha shaxsga taalluqli bo'lgan xususiyatlar. Mana birinchisi ijobiy xususiyatlar va salbiy xususiyatlar. Bu qanday fazilatlar va inson faqat ijobiy fazilatlardan iborat bo'lishi mumkinmi degan savol ham tug'iladi. Shaxsning shaxsiy fazilatlariga quyidagilar kiradi. Masalan, mana tug'ma va orttirilgan fazilatlar. U yoki bu shaxsiy xususiyatlar bolada ham muhit ta'siri ostida va jamiyat tarbiyasi oqibatidadir. O'z-o'zini tarbiyalash esa bolaning o'zida esa ko'plab fazilatlar, xususiyatlar, xulq-atvor xususiyatlari, qobiliyatlari, ko'nikmalari rivojlanish yoki yo'qolishi mumkin ekan. Bolada ijobiy fazilatlarni shakllantirish o'z ichiga olishi kerak bo'lgan o'rganish qobiliyatlari nimalardan iborat ekan? Qarang, mana bolada o'rganish qobiliyatlari ham bo'lishi kerak ekan. Birinchi navbatda inson o'ziga ishonch hosil qilishi kerak, keyin mustaqil fikrlaydigan bo'lishi kerak, majburiyat bo'lishi kerak, yo'nalishlarni natijalari bo'lishi kerak, sadoqat, o'z-o'zini nazorat qilish, qiziquvchanlik, odob, adolat, shunday qilib o'z-o'zini takomillashtirib boraverish kerak ekan. Shaxsiy fazilatlar qatoriga quyidagilar kiradi. Birinchi mana mustaqillik, mustaqil fikrlash, ya'ni intellektual o'zini takomillashtirish, bilim olishga odatlanish. Insonda xushmuomalalik, jamoadoshlar bilan muomala madaniyatiga ega bo'lishlik, mehribonlik, xayrixohlik tuyg'ulari ham shakllangan bo'lishi kerak ekan. Endi mana tirishqoqlik, oldiga qo'ygan maqsad sari harakat qilishga astoydil yondashuv, halollik barcha jabhada adolatli va vijdonli bo'lish, javobgarlik mas'uliyatini ham inson his qila olishi kerak ekan. Mana aziz talabalar, bugungi ma'ruzamiz shundan iborat. Agar sizda savol va topshiriqlar bo'lsa, marhamat